Birodarlar, aka-ku birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tanjula inson tinchmisizlar? Birodarlar, men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytaman. Yevropa bo'yicha ideal firmani o'zi yo'q. Hamma firmani o'ziga yarasha plus va minuslari bor. Mana shu yerda ko'rib turganlaringdek, mana shu yerda, mana mashinalar ketgan. Mana ko'ryapsizlar? Buni narigi taraflarda pastlarda ham bor, pastlarda ham bor. Narigi oldi taraflarda ham bor. Mana ikki qator turibdi mashina, ko'ryapsizlar? Mana shu yerda ham bir 100 dan ziyod mashina bo'lsa kerak. Demoqchimanki, Yevropa bo'yicha ideal firmani o'zi yo'q, birodarlar. Shuni unutmanglar. Qaysidir firmaga o'tmoqchi bo'lsanglar, bemalol o'tsangiz bo'ladi. Ozgina vaqtdan keyin agar firma yoqmagan taqdirda 3 oy 6 oy ishlab boshqa firmaga o'tsangiz bo'ladi deb aytganman va yana hozir ham aytayapman. Birodarlar, masalan men bitta firmani taklif qilyapmanmi? Masalan, oddiy misol, o'zimda firmammi, boshqa firmami? Men o'shani mashinada ko'rib qolaman. Masalan, oldin safar agrologistikani, undan yana boshqa firmalar taklif qilganman. Ko'rib qolaman, birodarlarimiz ko'rib qolaman, qaysi firmada ishlaysan? Aytadi, unda ishlayman yo bunda ishlayman. Firma qanday, oyligi qanday, masalasi qanday, vaqtida beryaptimi, aldamayaptimi? Yo'q deydi. O'zi bilan premyer efir qilganlarim ham bor. Ya'ni so'raganlarim bor, video qilganlarim bor, birodarlar. Yana sizlar uchun iloji boricha yaxshi firmalarni topishga harakat qilyapman, lekin hamma firmani o'ziga yarasha plus va minusi bor. O'sha men qo'ygan firmani ham o'ziga yarasha plus va minuslari bor. Qaysi firmani menejeri yomon, qaysi firmani liniyasi yomon, qaysi firmani boshini eski, qaysi firma oyligi sal kechikishi mumkin. Lekin bilingki, meni firmamda ham o'ziga yarasha plus va minuslar bor. Siz hozir ishlayotgan, Yevropada ishlayotgan birodarlarimiz meni ko'rib turgan bo'lsa, o'sha birodarlarimiz ham o'ziga yarasha firmasini plus va minus joylari bor, birodarlar. Shuni unutmanglar. Iltimos sizlardan. Ideal firma, mana firma zo'r ekan, mana firma 100 yevro berar ekan, mana firma 200 yevro berar ekan. U 100 beryaptimi? Uni o'ziga yarasha bor, o'ziga yarasha minuslar. Ideal firma emas, birodarlar. Shuni unutmanglar. Bitta joyda qanoat qilib, sabr qilib ishlaylik. Men sizlarga so'rab, surishtirib, iloji boricha har tomondan to'g'ri kelgan firmalarni topishga va sizlarga taklif qilishga harakat qilyapman, birodarlar, inshaalloh. Mana shu yerda ko'rib turganingizdek, hamma firmani o'ziga yarasha va plus va minuslari bor, birodarlar. Mana bizlarda ham o'zimizga yarasha plus va minuslar bor. Bu meni sherigim, bu men o'zim. Mana bu ham yangi firma. O'tkir aka mashina Samarqandlik, hech kim tanimasalar ham tanib olasizlar. Mana bu Range Rover, mana bu Range Rover deyiladi. Mana bomba aylanib yuribdi Shopir aka. Mana bu yerda shogird. O'tgan safar shogird masalasini qo'yuvdim-ku, o'sha mana Range Rover, mana Range Rover. Tanjolar insonsiz kuzatishga davom etinglar, birodar. Shogird masalasini keyin qo'yaman. Peri qilib qo'yinglar, bo'ldi. Shogird! Ey shogird! Shogird! Ey shogird! Qirqiringga uray.